Uy olishga olaman u, uni keyin remonti-yu jihozga ancha mablag' ketadi deb fikringizdan qaytyapsizmi? O'ylanmang, gazini bosavering. Siz uchun tayyor ta'mirdan chiqqan, kelib yashashga tayyor holga keltirilgan 50 kvadrat metrlik kvartirani taklif qilamiz. 2 xonadan iborat joyni 3 xonaga aylantirib, yanada qulay holga keltirishibdi. Salon zelida issiq-sovuq suv ishlab turibdi. Bu yoqda kir mashina uchun maxsus joy va shkaflar ajratilgan. Kattalar yotoqxonasiga qarang. Interyer dizayniga qoyil qolmay iloji yo'q. Videoda ko'rib turgan hamma narsangiz uy bilan sizga o'tadi. Jumladan kir mashina, 2 ta televizor, 2 ta konditsioner ixtiyoringizda. Keyin mehmonxonada uzoq yaqindan kelgan mehmonlaringizning ko'nglini ola olasiz. Oshxona ham did bilan rosmana tayyorlangan. Uy egalari o'zlari yashamoqchi bo'lganligi uchun hafsala bilan jihozlashgan. Balkondan shundoq bolalar maydonchasi ko'rinib turibdi. Qarabsizki, ayolingiz ham ovqat qilib, ham bolangizni kuzatib tura oladi. Zo'rmi? Aytgancha uydan 2 ta kamera ham bor. Bolalar xonasi kayfiyatini ko'tarib yuboradigan rang va stilda ekan. Kiyim va kitoblar uchun shkaflar ham bor ekan. 4-qavatda joylashgan bu uyni ichidagi hamma narsasi bilan 29500 ga baholashyapti. Uy egalarining nomeri ekranda ko'rsatilgan. Manzil Qirguli Pelikan mavzesi 24-maktab, Toshkent va Yuma kafesi yonida joylashgan. Videoni zudlik bilan uy qidirayotgan tanishingizga jo'natib qo'ying.